Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar va Begomuz biznesga qiziqgan o'rtoqlar. Mana bugun Begomuzlarimizda klientlarimizga xaltalab ko'p holatda ketib beramiz. Inshaalloh klientlarimiz chiqqan. Mana shunday o'ta sifatli Begomuzlarda klientlarga 100% granul shaklda chuvalchani 100% o'tganman. Begomuz tushunuvchilar bilamiz. Sifat darajada mana shunday Begomuzlarimizni yetkazib beramiz. O'ta sifatli 100% granul shaklda. Begomuz biznesga qiziqgan o'rtoq like tugmachalar bosib qo'yamiz, obuna bo'lganlar obuna qilib qo'yamiz. Mana shunday o'ta sifatli darajada Begomuzlar qanday tayyorlanadi, chuvalchani qanday ko'paytiriladi, sirlarni o'rgatib o'tamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar bemalol kommentariyada o'z fikrlarini qoldirsanglar bo'ladi. Mana shunday Begomuzlarimizni o'ta sifatli darajada tayyorlab oddiy mol go'ngidan daromad qilish sirlarini o'rgatib o'tamiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.